Yo'llarda, potoklarda ajralib turishni va sifatli avtomobilda yurishni xohlaysizmi? Unda sizga mana bu Volvo avtomobilini taklif qilamiz. Haqiqiy shved sifati va hashamati. 2022-yil ishlab chiqarilgan, ofitsialniy dilerdan bir qo'l haydalgan Volvo S90 modeli. Gibrid, mягкий gibrid hisoblanadi. Mashinamizning probegi bor yo'g'i 27000 kilometr. Mashina 2 litr turbina motor bilan jihozlangan, mягкий gibrid hisoblanadi. Juda ham hashamatli, juda ham yumshoq mashina. Komplektatsiyasi juda ham bogati, eng full navorotlar bilan. Yaqinda qimmat sifatli Michelin balonli taqib qo'yilgan, diskalar razmeri 19. Saloniga keladigan bo'lsak, juda ham hashamatli va juda ham akkuratli salon. Plasmasalar qirilib ketmagan, sidenyalar, kojalari toza ko'rishdan ishlangan, atamankasi bor, rul qiziydi, 4 tala sidenyasi ham qiziydi, 8 ta pog'onali avtomat korobka bilan jihozlangan, o'zini shtatniy monitori bor. Lyuk albatta mavjud, orqa sidenyada deyarli hech kim o'tirmagan. Juda ham bogati komplektatsiya, antiradar bonusga qoldiriladi olgan odamga. Bagaj qismi ham juda ham keng ishlangan. Mashinamizning kuzovi juda ham ideal holatda, qirilgan, sirilgan pachoq joylari yo'q, kraskalar 100% toza, bemalol xohlagan ustunligiga tekshirib olishingiz mumkin. Kamera 360 mavjud. O'zini zavodskoy radar detektorlari bilan jihozlangan, qishda ham sovuqda ham muzlab qolmaydi, isitish mavjud. Xullas, bu mashinani olgan odam maza qiladi, baraka topadi. Xitoy mashinalariga o'xshab umri qisqa emas. Bu mashinalar ko'chalarda 10 yildan keyin, 20 yildan keyin ham yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $55,000. Ustida, tepasida ozgina kelishadigan joyi albatta bor. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Manzil Toshkent shahar. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar.